Nimaningdir xarajatini to'laganda qo'limiz qaltirab beramiz yoki bergimiz kelmaydi, yo shuni cho'zamiz. Nimaga qilsam bermasam, shuni bermasam nima bo'larkan degan fikr bilan yashashning o'zi kambag'alcha fikrlash. Mana xavf qayerda? Va bunday fikrlaydigan odam, yana bir marta aytaman, sizning bunday fikrlashingizga atrofga zarar yo'q. Ya'ni qo'shnilaringiz bizga misol uchun umuman farqi yo'q-da, qanday fikrlaysiz? Faqat o'zingizga. Chunki bu bilan siz o'zingizga barakaga ochilishga ruxsat bermaysiz. Bir narsani haqqini to'lashda qiynalyapsizmi? Bergingiz kelmayaptimi? Shu unutsa edi, shu eslamasa edi, shu pul yo'q deb o'ylasa edi, voy shu puli bor-a, men bu yerda turibdi shu pul. Shuni chiqarib bersangiz bo'ladi, birinchi o'rinda shuni qutulsam deysiz, deyishingiz kerak o'zi. Lekin shuni bermasam nima qilarkin degan xavotir bilan yashash, mana bu yerda kambag'alcha fikrlash degan.